Dasturimiz davom etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2025-yilda 715 ming aholi yashaydigan xonadonlarga birinchi marta toza ichimlik suvi kirib bordi. 2 million 300 mingga yaqin aholining suv ta'minoti yaxshilandi. Xususan, Xorazm viloyatida davlat dasturlari doirasida suv tarmoqlari, ichimlik va oqova suv inshootlarida salmoqli qurilish va rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Viloyatda investitsiya dasturiga muvofiq 2025-yilda Bog'ot, Hazorasp, Qo'shko'pir, Shovot tumanlarida yangidan zamonaviy tipdagi oqova suvni qayta ishlab, texnik suvga aylantiradigan inshootlar barpo etildi. Aynan mana shu inshoot yordamida kuniga 2000 kub oqova suvni tozalash imkoniyati bor ekan. Bu suvni biologik tozalab beradi, ekinlarga ham sug'oradigan suv chiqarib beradi-da bu. Tomorkalarni sug'orishda ham foydalanish mumkin bu suvdan. Mana Shovot tumanida ham yangidan qurilayotgan O'zbekiston massiviy yangi turar joy binolariga aynan mana shunday oqova suv tozalash inshooti zarur edi. Shuningdek, Urganch shahri Mash'al mahallasida barpo qilinayotgan yangi Mash'al massivi uchun oqova suv tizimlarini qurish loyihasi doirasida 1,7 kilometr oqova suv tarmog'i tortilib, bitta oqova suv haydash inshooti qurildi. Natijada 1784 ta xonadonning yillar davomidagi oqova suv bilan bog'liq muammolariga yechim bo'ldi. Mash'al mahallamiz 1955-yilda tashkil qilingan. Shu vaqtdan beri hozirgi kungacha kanalizatsiya o'rnuna bir quduqlarni qazib qo'ydik. Bu quduqlar yer sharoitini ham buzadi. Havoni ham ifloslantiraveradi. Prezidentimizga katta rahmat. Shu sharoitlarimizni bizga yaxshilab nasosli stansiya quryapti. Tarmoqqa ulanib boshladik. Faqat xalq uchun, faqat inson uchun bo'lib turibdi. Viloyatning ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 2025-yil yakuniga 91,6% dan 91,8% ga yetkazilgan. 1-yanvar holatiga jami 2 million aholining 1,8 million qismi, ya'ni 91,6% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. Qolgan 170 ming nafar 804% aholi alternativ ichimlik suv manbalaridan foydalanadi. Ichimlik suv tarmoqlarini mukammal va joriy ta'minlash bo'yicha jami 16,4 kilometr tarmoq va 48 ta nasos uskunalari ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Natijada 4 ta mahallalar hududida 5 ming nafar aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlanib, 5 ta mahalla hududlarida yashovchi 11 ming nafar aholini esa ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, Pitnak shahridagi quvvati 200 ming metr kublik ichimlik suv tozalash inshootini rekonstruksiya qilish quvvatini 400 ming metr kubga yetkazish bo'yicha Eronning Mesmer kompaniyasi tomonidan qurilish ishlari boshlangan. Gurlan tumanida quvvati 50 ming metr kublik ichimlik suv tozalash inshootini qurish bo'yicha xalqaro tender savdolariga e'lon berilgan. Mazkur ishlarni amalga oshirilishi natijasida viloyat aholisining ichimlik suvga bo'lgan talabi to'liq qondiriladi, ya'ni aholi va tashkilotlarga 24 soat mobaynida uzluksiz ichimlik suv yetkazib berish imkoni tug'iladi. Aziz yurtdoshlar, bizda hozircha shular. E'tibor uchun rahmat. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.